Mana yana oradan bir hafta vaqt o'tdi. Nigorani topisholmadi. Shohrux tushkunlikka tushdi. O'ziga nimadir qildimikin deb o'ylardi. Mana bugun ham ofisida o'ylanib o'tirar ekan, xayolini kotiba qizning ovozi buzdi. Shohrux bey, ertaga kechki ziyofat bor. Qanaqa ziyofat? Shohruxni xayoli yana o'sha ziyofatda Nigorani ranjitgan gaplariga ketdi. Biznesmenlar o'rtasida katta ziyofat bo'ladi. Chet elda malaka oshirib kelgan yosh biznesmenlar ham kelarkan. Xullas, juda katta ziyofat. Yaxshi, demak, bormaslikning iloji yo'q. Albatta boramiz. Mayli, unda men ishlarimni qilaman. To'xta. Ertaga menga sherik bo'lasan. Menmi? Kotiba qizning ko'zlari kattalashib ketdi. Bu xonada sendan boshqa odam bormi? Yo'q. Unda sen. Lekin Elmira xonim sochimni bittalab yuladi-ku. Elmira menga xo'jayinchilik qila olmaydi. U meni xotinim emas. Ikkimiz kompaniya nomidan boramiz. Xo'p, lekin xonimni xotiningizdan ham ustun ko'rasiz-ku. Qiz Shohruxni g'azablangan ko'zlarini, jahldan qizargan yuzlariga va musht bo'lib tugilgan qo'llariga qarab nima deb qo'yganini tushunib, og'ir yutinib qo'ydi va "Kechiring, xo'jayin, og'zimdan chiqib ketdi. Oxirgi ziyofatda aytgan gaplaringiz uzr. Men ishlarimni qilay" deb yov quvganday chiqib ketdi. Uf, ahmoqman, ahmoq. Shu tilimni tiysam bo'lmasmidi-ya? Endi nima bo'ladi? Meni ishdan haydasa-ya? Unchalikka bormas, axir o'zini gapini aytdim-ku. Lekin menga qanaqa qaradi? O'ldirgisi keldi-yo. Endi nima bo'ladi-ya? Juda chiroyli ko'rinarkan. Nima chiroyli ko'rinarkan? O'zi bilan gaplashayotgan telbani ko'rish. Ha, nima? Kim telba? Hozir meni aytdingizmi telba deb? Xonadan chiqqaningdan buyon seni kuzatib turibman. Dunyoni gapini gapirding-da o'zi ham. Ha, uzr, ko'rmabman. Hech qisi yo'q. Akam xonasidami? Kim? Akam. Shohrux xonasidami? Ha, xonasida. Siz ukasimisiz? Ha, ukasiman. Ismim Shohruz. Men ismingizni so'ramadim-ku. Ha, mayli. Meni aytgim keldi. Yaxshi ishla, telba qiz. Men telba emasman. Xo'p, jahling chiqmasin. Telbaga o'xshaysan, xolos, telba emassan. Shohrux kotibaga ko'z qisib kirib ketdi. Shunaqa ham bo'lamanmi? Uni ko'rmay o'zimga o'zim vaysadimmi? Sharmanda, deb yuzini qo'li bilan berkitib, boshini stol ustiga qo'yib oldi. Salom aka, yaxshimisiz? Kel Shohruz, yaxshimisan? Ular bir-birini bag'rlariga bosib ko'rishishdi. Shohruz 6 oy avval chet elga ketgandi. Shohruxni to'yida ham yo'q edi. Yangiliklar bormi? Yo'q. Hech qayerdan topolmayapman. O'sha kungi kameralar ham o'sha paytda ochiqdek hech qanday ma'lumot topolmadim. Ichim ado bo'lyapti. Tushunyapsanmi? Men nima qilib qo'ydim? La'nati ichimlik sabab, hammasiga meni xudbinligim sabab, hammasiga. Aka, siz bilmagansiz, lekin menimcha endi tushunib yetdingiz deb o'ylayman. Siz Nigorani allaqachon sevib bo'lgansiz, ammo o'sha la'nati qasosingizni deb o'zingiz tushunishga ulgurmagan sevgingizni qurbon qildingiz. Aytingchi, endi nima foyda? Kimga foyda? Xursandmisiz? Menga unaqaga o'xshamayapti. Gaping to'g'ri. Men uni sevaman. Buni u ketgandan so'ng angladim. Endi esa uni topolmay qiynalib ketdim. Yo'qligimda shuncha narsa bo'libdi. Akam uylanib, sevib ham bo'libdi. Eng achinarlisi, o'sha sevgan ayolini omma oldida sharmanda ham qilishga ulguribdi. Nega kelding? Men kelmay tur deb jo'natgandim seni. Nega kelmasligim kerak? Opam yo'q, 2 hafta bo'ldiki, biron bir darak yo'q. Uni axtaryapmiz. Sen nega qo'riqchilar bilan janjallashding? Hattoki bittasiga o'q ham uzibsan. Hozir kasalxonada ekan. Dadajonimiz qo'riqchilardan xavotirda, ammo o'z qizi bilan ishi ham yo'q. Og'zingga qarab gapir. Biz Nigorani qidiryapmiz. Pochchang ham butun shaharni ayoqqa turgizgan. Pochcha o'sha iflos, meni pochcham emas. Agar opamga nimadir bo'lsa, uni o'zim o'ldiraman. Opangga hech narsa bo'lmaydi. U juda kuchli qiz.
Siz o'sha juda kuchli qiz deyotganingiz hali 20 ga ham to'lmagan bir ojiza. Hammasi meni deb bo'ldi. Men bo'lmaganimda opam o'sha ablahga turmushga chiqmagan bo'lardi. Unday dema o'g'lim. Uni o'zi rozi bo'ldi-ku. Ha, rozi bo'ladi-da. Siz shunday gapirgansizki, rozi bo'lmaslikni iloji qolmagan. Siz otamisiz? Axir o'zingizni farzandingiz-ku uyam. Nargiza opamdan qayer kam? Nega bolalaringizni teng ko'rmaysiz? Gapiring dada, gapiring. Siz chona, uni 9 oy qorningizda ko'tarib dunyoga keltirmaganmisiz, ha? Nega unga ko'chadan topib olgandek begonadek qaraysizlar? Gapiringlar. Javob yo'q, shundaymi? Qani, yaxshilab o'ylab ko'ring-chi. Balki javob topilar, deb uydan o'qdek otilib chiqib ketdi. Bu Amirxon Nigorani ukasi, yoshi 18 da. Nigora bilan oralari 1,5 yosh xolos. Katta opasi Nargizaga nisbatan Nigorani yaxshi ko'radi. Sultonbey Amirxonni o'g'irlab to'y bo'lishga ko'ndirgan. 1 yilga nikoh shartnomasi tuzdirgan. To'ydan keyin biroz vaqt o'tgach, uni qo'yib yuborishdi. Otasi uni yana o'g'irlashdan qo'rqib, chet elga jo'natib yuborgandi. Opasi haqida eshitiboq qaytishga qaror qilganda otasini odamlari uni qamab qo'yishdi. 2 hafta deganda bir ilojini qilib qochib keldi. Opasini topish uchun. Shohrux ukasi bilan gaplashib, tushlik qilish uchun ishxonasidan chiqayotgandi. Kutilmaganda yuziga kelib tushgan musht sabab muvozanatni yo'qotib, yiqilishga oz qoldi. Shohruz yonida bo'lgani uchun uni ushlab qoldi. Seni o'ldiraman. O'ldiraman. Amirxon baqirib yana tashlanmoqchi bo'lganda o'zini yuziga musht kelib tushdi. Sen nima qilyapsan? Bu Shohruz edi. Nima qilishim kerak-a? Nima qilishim kerak? Opam qayerda? Menga qara. Opangni qidiryapmiz. Uni albatta topamiz. Qara, akam hammasidan afsusda. Nigorani qayerdan bo'lsa ham topamiz. Afsusda? Endi buni nima keragi bor? Opamni yer bilan bitta qilib, endi afsuslanishni nima keragi bor? Amirxon, u paytda akam mast bo'lgan, nima deyayotganini ham bilmagan, tushunyapsanmi? O'zini bilmasa ichib nima qilardi? Ko'tara olmasa ichmasin edi. Bo'ldi, tinchlan. Yur, tushlik qilamiz. O'sha yerda gaplashib ham olamiz. Kelishdikmi? Yaxshi, yuring. Aslida Amirxon juda asabiy edi. Buni bilgan Shohruz uni urib, so'ng 2 yelkasidan ushlab, bosiqlik bilan tushuntirdi. Amirxon o'zi 18 yosh bo'lsa ham gavdali yigit edi. Ko'rgan odam uni 20 dan o'tgan deb o'ylardi. Ular qahvaxonada o'tirishar ekan, nimadan gap boshlashni bilishmasdi. Yoqimsiz sukunatni Amirxon buzdi. Nega opamga buni ravo ko'rdingiz? Aybi ukasini qutqarish uchun otangizni shartiga ko'nib sizga turmushga chiqqanimi? U ham xohlamagandi. Bu to'yni meni qutqarish uchungina rozi bo'ldi. Meni kayfim bo'lmaganda bu gaplarni aytmasdim. Shohruz zo'rg'a gapirdi. Chunki u aybdorligini biladi. Opam topilsa, o'zim bilan chet elga olib ketaman. Agar unga nimadir bo'lgan bo'lsa, sizni o'zim o'ldiraman. Unga hech narsa bo'lmaydi. Men uni topaman. Ammo uni sen olib keta olmaysan. Nega ekan? Olib ketaman. Men uni hech kimga bermayman. Chunki u meni xotinim. Nima? Siz undan jirkanasiz-ku. Endi xotiniz ekani esingizga tushdimi? Men uni olib ketaman dedim va olib ketaman. Menga qara. Nigora meni deb yo'qolgani va sen uni ukasi ekanliging uchun indamayapman. Agar menga sen qilgan muomalani boshqasi qilganda, allaqachon janozasiga odam to'planayotgan bo'lardi. Erta tong. Maryam opa, men bugun kech kelaman. Kechga ziyofat bor. Xo'p bo'ladi. Shohrux ishxonasiga ketdi. Maryam esa Nigorani o'ylardi. Opa, men o'qishga ketyapman. Hamma yoqni yig'ishtirib qo'ydim. Yaxshi borib kel, Go'zal. Xo'p, zerikmay o'tiring. Go'zal o'qishga ketdi. Oqshom payti. Umida, tayyormisan? Ha, Shohrux bey, tayyorman. Yur, bizni haydovchi kutyapti. Men borishim shartmi, xo'jayin? Bu nima deganing? Qo'rqyapman-da. Qo'rqma, seni birov yemaydi. Xo'p, ketdik unda. Ziyofat.
Hamma qimmatbaho mashinalarda ziyofat bo'ladigan joyga kela boshladi. Kazo-kazolar umidi ularga qarab satang xonimlar oldida o'zini didsizdek his qilardi. Muxbirlar yig'ilgan, kim kelsa suratlarga olishyapti. Eshik yonida 3-4 ta biznesmenlar bir-biri bilan salomlashayotgan paytda qop-qora Inamarka kelib to'xtadi. Haydovchi eshikni ochdi. Mashinadan kelishgan, xushbichim, ko'rkam yigit tushdi. Ko'p qizlar bu notanishga o'zgacha qiziqish bilan qarashardi. Yigit mashinani aylanib o'tib, jentelmenlardek eshikni ochib qo'llarini uzatdi. Hamma bu ko'rkam yigitni hamrohi kim ekanligiga qiziqib qarashardi. Mashinadan oppoq, nozik qo'llar ko'rindi. Keyin ichidan pari misol go'zal bo'lgan hurliqo tushib keldi. Bu hurliqoni ko'rib, muxbirlar, ziyofatga yig'ilgan barcha mehmonlar hayratda edi. Mashina ichidan did bilan kiyingan, sochlari chiroyli turmaklangan, xuddi mag'rur va avvalgidanda go'zallashgandek ko'rinib, Nigora tushdi. Bir zum hamma unga mahliyo bo'lib qoldi. Sha'niga aytilgan shuncha gaplardan keyin ham mag'rur yurgancha notanish yigitni qo'llaridan tutib, kirish eshigi tomon yurib keldi. Xush kelibsizlar. Kimlarni ko'ryapman? Akbar xo'ja, qachon qaytdingiz? Assalomu alaykum hammaga. Ko'p bo'lmadi, 2 hafta oldin qaytgandim. Ko'rishish bugunga nasib qilgan ekan. Ha, yaxshi, sizni yana ko'rib turganimizdan xursandmiz. Nigora xonim, rahmat, men ham xursandman. Qayerga yo'q bo'lib ketdingiz? Biroz o'zimga dam bergim keldi. Hammadan uzoqlashgim keldi. Ha, yaxshi, oramizga qaytganingizdan xursandmiz. Rahmat, men ham sizlarni qayta ko'rganimdan xursandman. Chiroyli tabassum hadya etdi. Xo'p, unda ichkariga marhamat. Tashakkur. Yur Nigora. Bu Akbar xo'ja edi. U Nigorani qo'llaridan tutib ichkariga kirib ketdi. Shohruh esa hech narsa deya olmadi. Nega bunaqa bo'ldi o'zi bilmaydi. Nigorani qo'lini o'zgasi tutganini ko'rib, ichini ittirnagandek bo'ldi o'zi ham. Xuddi u pultli robotku, uni kimdir pultidan o'chirib qo'ygandek joyidan qilt etmay turardi. Shohruh bey, ichkariga kiramizmi? Ha, yur ketdik. Ular ichkariga kirishdi. Nigora chiroyli tabassumini hammaga hadya etib, o'zi uchun yaqin bo'lib qolgan ayollar bilan turardi. Akbar xo'ja esa erkaklar bilan tanishib salomlashardi. Shohruh bey, nima? Nega qotib turibsiz? Nima qilishim kerak? Mahmadona, seni ishga olganimga atiga 2 kun bo'ldi. Buncha vaysa qilsan. Men ichimdagi gaplarni istamasam ham lop etib aytib yuboraman-da. O'zim xohlamayman, og'zimdan chiqib ketadi. Ha, xo'sh, men qoqgan qo'ziqdek turibmanmi? Ha-da. O'rningizda bo'lganimda shartta Nigora xonimni yoniga borib, qayerlarda eding, seni sog'indim Nigoram deb bag'rimga bosib olgan bo'lardim. Sen ajoyib qiz ekansan-ku. Tortinish ham yo'q. To'g'risida janob, mana bu muxbirlar, bu yerga yig'ilgan odamlar bilmasligi mumkindir. Men atiga kelganimga 2 kun bo'lgan bo'lsa ham, Nigora xonimni qanchalik sevishingizni tushunib yetdim. Ha, uni sevaman. Buni o'zim ham tushunib yetdim. Yana ozgina shunaqa tursangiz, birortasi xonimni ilib ketadi. Keyin o'tirasiz, burningizni tishlab. Unaqa qaramang-da, to'g'risini aytdim men. Ha, mayli. Men ketdim. Kelgunimcha qovun tushirib o'tirmagin yana. Mendan xijolat bo'lmang. Tezroq xonimning yoniga boring. Xo'p, men ketdim. Sizga omad, oy borib omon qayting. Nima, akam urushga ketyaptimi? Telba qiz, men shunchaki ruhlantirmoqchi edim. Siz bu yerda nima qilyapsiz? Sen nima qilyapsan? Ziyofatga keldim. Unda men ham ziyofatga kelibman. Shohroz o'zini gapiga o'zi kulib yubordi. Nega kulyapsiz? Meni ermak qilyapsizmi? Rostdan telbasan-da. Ajoyib qizsan. Bu nima degani? Bu degani menga yoqib boryapsan, telba qiz degani. Deb ko'zini qisib boshqa mehmonlar tomon ketdi. U nima dedi? Menga yoqyapsan dedimi? Kimsan? Shohroz Saidov menga shu gapni aytdi-ya. Kimdir senga bir kun kelib, shu yigit seni yoqtiraman deydi desa, aniq jinniga chiqarardim. Yuzlarim qizarib ketyapti. Endi nima qilaman-a?
Juda xunuk ko'rinayotgandir mana. Qiziq, yuzim qulupnaydek qizardimikin? Yo xudo, ish qilib lavlagidek bo'lmasin-da, o'zimni ko'rmasam bo'lmaydi. Qiz shunday deguncha shoshilib yuvinish xonasi tomon ketdi. Salom xonimlar. Salom Shohruh bey. To'rtta ayol teng salomlashdi. Ijozat bersangiz, rafiqam bilan gaplashib olmoqchi edim. Kim kafolat beradi uni yana ranjitmasligingizga? Bu Shohruhning yaqin do'stini ayoli Muxlisa edi. U Nigoradan 2 yosh katta. Nigorani juda ham yaxshi ko'radi. Muxlis uni bir marta yo'qotib qanchalik qadrli ekanini, hayotimda uni o'rni katta ekanini tushunib bo'ldim. Endi bu xatoni takrorlamaslikka harakat qilaman. Yaxshi, sizga ishondim. Uni ranjitsangiz, qattiq xafalashib qolamiz siz bilan. Bo'ldi, uni ranjitmayman. Shohruh shu gaplarni aytish barobarida Nigoraga shunaqa mehr bilan qaradiki, hatto Nigora ham o'zini uni bag'riga ochishdan zo'rg'a tiyib turardi. Bunga g'ururi yo'l qo'ymasdi. Biz sizlarni xoli qoldiramiz. Ayollar ketishdi. Shohruh ko'zlarini Nigoradan uzmasdi. Nigora esa ko'zlari sotib qo'ymasligi uchun boshqa tarafga qarab olgandi. Xuddiki hozir Shohruhga qarasa, nega unday qildingiz? Nega meni sharmanda qildingiz? Sizga ko'nglim bor edi-ku, tan olmasam-da men sizni sevardim-ku. Ichida vulqondek qaynayotgan so'zlarni g'ururi sabab berkitib o'zini mag'rur tutib turardi. Xo'sh, menda nima gapingiz bor? Seni sog'indim. Nima? Shu gaplarimga ishonadi deb o'ylaysizmi? Men ahmoqmanmi? Ustimdan bir emas, bir necha chelak mag'zava ag'dardingiz. O'zimga aytgan gaplaringizga chidadim, lekin siz meni omma oldida sharmanda qildingiz. Kechir. Kechir? Nima, sizni bitta kechir degan so'zingiz bilan hammasi unutiladi deb o'ylaysizmi? Meni siz aytgan gaplar orqali chakani yerga urishdimi? Bular osonlikcha unutilib ketadigan narsalar emas. Men unuttiraman. Seni mag'rurligingni qaytaraman. Xo'sh, qanday qaytarasiz? Men qaytaraman dedimmi? Qaytaraman. Internet tarmog'ida meni sha'nimga juda chiroyli gaplar bo'ldi. Rahmat sizga. Meni elga tanitganingiz uchun. Hozir bir ish qilaman. Men bilan yur. Qayoqqa? Sahnaga. Shohruh qizni javobini ham kutmasdan qo'llaridan tutib davra markaziga joylashgan sahnaga olib chiqdi. Mikrofonni qo'liga olib, hammadan e'tiboringizni 5 daqiqaga menga qaratishingizni so'rayman, deb hammani e'tiborini o'ziga qaratdi. Hamma Shohruhni nima deyishni kutib turishardi. Nima qilyapsiz? Esingizni yedingizmi? Qo'yib yuboring qo'limni. Jim, eshit, dedi qulog'iga shivirlab. Hurmatli xonimlar va janoblar, men Shohruh Saidov. Bundan 2 hafta oldin maslikda ahmoqona gaplarni gapirib yuborgandim. U gaplarni barchasi o'zimda emaslik paytimda aytilgan gaplar. Biz Nigora bilan biroz tortishib qolgandik. Shu sabab jahl ustida Nigoramni dilini og'ritadigan gaplarni aytib yubordim. Ey xudo, bu telba nimalar deyapti? Nigoram dedimi? Yana meni sharmanda qilmoqchimi? Endi ham shunday qilsa, men chidolmayman. Nigora shu gaplarni dilidan o'tkazardi. Xayol surib turarkan, yigit uni o'ziga qaratdi va Nigoram, meni kechir. Men o'zimda emasdim, mast edim. Nima deyotganimni bilmaganman o'sha payt. Seni sevaman. Menga ishon. Seni dunyodagi eng baxtli qizga aylantiraman. Shu paytgacha senga bergan azoblarimni barini unutishing uchun butun jismi jonim bilan harakat qilaman. O'sha seni tirnog'ingga ham arzimaydigan ko'cha qizlarini sendan ustun qo'yaman degan ahmoqona gaplarim uchun kechir. Sen meni borlig'imsan. Men bugun ziyofatga yig'ilgan barcha mehmonlar va omma oldida sendan kechirim so'rayman. Meni kechira olasanmi? Yana bir marta imkon bera olasanmi? Yigit shu so'zlarni aytib, endi Nigoraga tiz cho'kmoqchi edi. Yo'q. Yigit kishiga bu yarashmaydi. Tiz cho'kmoqchi ekanini faqat Nigora payqadi. Boshqalar sezmasligi uchun bu gaplarni ham qulog'iga aytdi. Sen uchun tiz cho'kishga ham tayyorman. Yo'q, kerakmas. Mayli, sizni kechirdim. Hamma eshitsin kechirganingni, deb jilmaydi yigit. Yaxshi. Men Shohruh Saidovni maslikda aljiragan gaplari uchun uni kechirdim. Agar sog' paytda aytganda shu gaplarni hech qachon kechirmasdim.
deb aytdi Nigora. Aljiraganim uchun kechir. Shu yerda ham bir tikaningni sanchib o'tding-a, yaramas kaktusim. Ziyofat davomida senga bitta sovg'am bor. Faqat Nigora eshitadigan qilib gapirdi. Yana qanaqa sovg'a? Meni yana sharmanda qilmoqchimisiz? Aslo unday emas. Seni sharmanda qilishni xohlaganimda hammani oldida kechirim so'ramasdim. Kut Nigoram, kut, deb chiroyli kulgancha Nigorani yuzidan o'pib qo'ydi. Tamom. Nigora hayajondan bir so'z deya olmay tosh qotgandi. To'ylarga shuncha vaqt o'tgan bo'lsa-da, ziyofatlarda bir-ikki xo'ja ko'rsinga vals tushganini hisobga olmasa, bir-biriga umuman yaqinlashmagandi. Nega yig'layapsan, telba qiz? Umida 2 yoshni kuzatib, ta'sirlanganidan yig'lab yuborganini ham sezmay qoldi. Shohruz kelib xayollarini buzib yubordi. Ta'sirli, to'g'rimi? Nimani nazarda tutyapsiz? Sevgi odamlarni ne ko'yga solmaydi-ya. Kimsan Shohruz Saidov kechirim so'radi. Shu paytgacha biron kimdan kechirim so'ragani haqida eshitmagandim. Sevgisi uchun Nigora xonimdan omma oldida kechirim so'radi-ya, qoyil. Aynan shuning uchun ham Nigora akamni tez kechirdi deb o'ylayman. Tez kechirdi deysizmi? Ha, Nigora ham akamni sevadi. Bu aniq, chunki uni xarakteridagi insonlar g'ururi haqida gap ketganda osonlikcha kechirishmasdi. Ya'ni birinchidan Nigora akamni sevadi. Ikkinchidan akam hech kimdan kechirim so'ramasligini biladi. Undan kechirim so'radimi demak, hayotida haqiqatda ham muhim o'rin egallashini bildi. Uchinchidan, sevgan insonini boshqalar oldida bosh egishini xohlamadi. Endi tushundingmi, telba qiz? Ko'rdingizmi? Shuning uchun kelmay degandim sizga. Nima qilibdi? Uni sevasan-ku. 2 haftadan buyon Elmira bilan yallo qilib yurgandir deb ich-etingni yeding-ku. Bunaqa tez kechiraman deb o'ylamagandim. Ko'zlariga qarab, xafaligimni unutishimga oz qoldi. Sevgi shunaqa singlim. O'zing nega tezda kechirdim deding? O'zing-ku kechirgan. Biroz yalintirmabsan-da bo'lmasa, deb kulib yubordi. Kuling, sizga kulish bo'lsa-da, uni tiz cho'kkanini ko'rib yuragim yorlay dedi o'zi. Nega yoriladi yuraging? Tiz cho'ksa cho'kibdi-da. Jinnimisiz? U erkak kishi. Shuncha odamning ichida ayol kishiga tiz cho'kishi yarashmaydi. Seni g'ururingchi? Bilmadim aka. Uni odamlar oldida bosh egishini xohlamadim. Bu uchun o'zimni g'ururimdan kechishimga ham tayyorman. Yomon sevibsan-ku kichkintoy. Unga qachon haqiqatni aytmoqchisan? Qancha tez bo'lsa, shuncha yaxshi, lekin u buni qanday qabul qilarkan? Senga ishonaman. Doim unga dalda bo'l, yonida bo'l. Menimcha, sen yonida bo'lsang hammasini yengib o'tadi. Men doim uni yonida bo'laman. Yasha singlim. Haqiqiy vafodor ayolsan. Akbar xo'ja bilan Nigora yoshligidan birga katta bo'lishgan. Akbar xo'ja Nigoradan 4 yosh katta. U Nigorani o'z singlisidek ko'rardi. Oilalari do'st bo'lgani uchun ko'p ko'rishardi. Ko'p vaqtlari birga o'tardi. O'sha kuni Akbar xo'ja ham ziyofatga kelishi kerak edi.